Yo'q, opa. Nima? Pochcham chiqdisa chiqib keturdingiz indamasdan. Ha, bolalaringiz o'ylamaysizmi? Er siznikimi? Ha, uy-joy ham sizniki. Ha, bunday janjal qilmaysizmi? To'ppa-to'g'ri. La'nat. Hozir gaplashib qo'yaychi. Ukajon, iltimos. Pochaga qo'ng'iroq qilmagin, iltimos. Voy, opa, nimaga qo'ng'iroq qilmaydilar? Qiladilar. Dadasi, o'sha ablahni o'zingiz bir adabini berib, aqlini kiritib qo'ying. Ko'chadagi anu gumashtalarni emas, ayoli bilan bolalarini boqsin. Yo'q, unaqa qilma. Bo'ldi opa. Ha, bocha, yaxshimisiz? Ha, bu deyman. Bir ikkisim topib, tanimay qoldingizmi odamlar, ha? Og'zingizga qarab gapiring lutfulla. Siz ham o'rningizni biling. Men tushunmadim. Opam bilan nima ajrashyapsiz? Vijdoningiz bo'lsa gapiring. Opam sizga nima yomonlik qildi? Or nomusingiz bormi o'zi? Buni ota-onasi yo'q, o'tib ketgan. Hech kim bilan ishi yo'q deb, xohlagan ishimni qilaman deb o'ylayapsizmi? Pochcha, bilib qo'ying. Opam menga o'gay bo'lsa ham, men yolg'izlatib qo'ymayman. Opang o'gaymi, o'gay emasmi? Menga umuman qizig'i yo'q.